Alaykum qizlarjonlar. Kuzgi sezonda choponlarimiz yangi rasvetkalar sotuvga chiqdi. Narxlari juda ham arzon. Bu rasvetkalarni bitta o'zi reklama qilamiz. Narxini ham albatta oxirida yozamiz. Rasvetkamiz qaranglar qizlar qanaqa asal chiqqan. Ichlari ham ko'ryapsizlarmi qizlar? Bular shtapilmas bu material. Suvga kirmaydi. Ichi toza paxtalik. Navbatdagi fasonchamiz qizlar qaranglar qanaqa chiroyli jinsi bryukalar bilan ham zo'r turadi, вообще zo'r. Astarni ko'rsatdim, ko'ryapsizlarmi qizlar? Keyingi fasonchamiz. Ichki qismini ham rasvetkasi juda ham chiroyli. Juma kuni milliy kunda mana bu rasvetkamiz ham juda chiroyli chiqdi qizlar. Ko'ringlar, ichki qismini ham ko'rsatish juda asal, ikki taraflama kiylar, bilasizlar. Juda ham chiroyli. Yosh qizlarga ham, o'qituvchilarga ham, yosh kattalarga ham, современный onaxonlarimizga ham zo'r ketadi. Bor gulligi qizlar qaranglar, rangi qanaqa chiroyli chiqqan. Soni kam qizlar, o'zi qo'ymasimizdan zakazlarimizga chiqarib o'ryapmiz. Yana qo'shimcha zakaz ham olish uchun qo'yapmiz. Choponlarimiz juda ham ko'p. Mana bu stol ustida ham taxlanyapti.